Ramazon, mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Yurtimizda ushbu muborak oy munosabati bilan xayr-saxovat, mehr-oqibat va ahillik tadbirlari keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Iftorlik dasturxonlari, ehtiyojmand oilalarga ko'mak, bepul tibbiy amaliyotlar va bozorlarda narx-navoni barqarorlashtirish choralari. Bularning barchasi ezgulik oyining amaliy ifodasidir. Ramazon mehr-oqibat, saxovat va muruvvat oyi. Qilingan har bir ezgu ish o'zining natijasini namoyon etadigan fazilatli palla. Davlatimiz rahbarining muborak Ramazon oyida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'shimcha qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilgan qarori yurtimiz bo'ylab minglab ehtiyojmand oilalarga xursandchilik olib kirdi. Xususan Bektemir tumanidagi ustozlar mahallasida ijtimoiy reyestr ro'yxatida turgan oilaga bemor farzandini davolash uchun vaucher topshirildi. Muborak Ramazon oyida ijtimoiy reyestrdagi oilalardagi bemor a'zolarning davolanishi va jarrohlik amaliyotini o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Shu munosabat bilan sizning sog'lig'ingizni tiklash va jarrohlik amaliyotini oshirish uchun hurmatli davlat rahbari tomonidan shu vaucherni biz bermoqchimiz. Marhamat. Prezidentimizga rahmat. Qizimiz tug'ma tashxisi bo'yicha ro'za Ramazon oyidagi operatsiyalarimizga yordam berib kelishdi. Mana hammasiga rahmat. Xudo xolasa qizimiz operatsiyadan yaxshi chiqsa, elimizga, yurtimizga xizmat qilib, shunaqa niyat qilamiz. Bugun oila shod. Boisi mehr-muruvvat oyida berilgan ushbu vaucher bemorning tibbiy muolaja xarajatlarini to'liq qoplaydi. Qizaloq davolanish uchun respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markaziga yuborildi. Tuman tibbiyot birlashmasi bilan birgalikda davolash va jarrohlik amaliyotlarini hozir birinchi bosqichda 6 nafar fuqarolarimiz vaucherlar orqali shakllantirilib, ularni davolash va jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Bektemir tumanida jami 8 nafar fuqarolarimizga bir martalik pul mablag'lari berish ko'zda tutilgan. Ya'ni 291 nafar fuqarolarimiz 1 millionlab bir martalik, kambag'al oilalarimizga 500 ming so'mlik pul mablag'lari berish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz qaroriga binoan bir martalik yordam pullari Chilonzor tumanining Kichik Xirmontepa mahallasiga ham kirib bordi. Yurtboshimiz aholi uchun, xalq uchun juda ham katta e'tibordalar. 8 yildan beri jigar sirroz kasalligi bilan og'rinib kelardim. Bizning yurtimizda shunaqa bir katta tashabbuslar, ijtimoiy yordamlar, tibbiyotda ham juda katta yordamlar ko'rsatiladi. Mahallaning yettligim tomonidan chiqishdi. Menga bu vaucher berildi. Kartalarimda bu summalar ko'rsatilishini aytdilar. Bu juda ham katta e'tibor. Ramazon tuhfasida juda ham xursandman. Ramazon nafaqat mehr-muruvvat, balki amaliy mas'uliyat davri ham. Ushbu dastur ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yangi institutsionallashtirish modeli asosida amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, yordamning manzilliligi, shaffofligi va tizimliligini ta'minlashni maqsad qilgani bilan e'tiborli. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida ham jami 1064 ta nogironligi bor, yakka yolg'iz hamda boquvchisini yo'qotgan ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oila vakillariga oziq-ovqat mahsulotlari va bir martalik yordam pullari ajratildi. Mutasaddilar tomonidan shakllantirilgan ro'yxat asosida reyestrga kiritilgan fuqarolarga zarur oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi hamda bir martalik yordam pullari topshirildi. Hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Baxtimizga sog'-salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shuning orqasida shunchalik mana shu Ramazon oyida e'tiborga olingan ekanmiz. Hammalarga katta rahmat. Birinchi guruhda nogironiman. Mana ijtimoiy xodim tomonidan menga yengil kolyaska berishdi. Prezidentimizga katta rahmat. Yurtimiz obod bo'lsin, xonadonlarimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizning iloyim tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bunday xayriya va ko'mak tadbirlari izchil davom ettiriladi. Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida mamlakatimiz bo'ylab ehtiyojmand va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatish ishlari izchillik bilan davom ettirilmoqda. Navoiy viloyati bosh imom xatibi va bir qator mas'ul shaxslar bilan birgalikda Navoiy shahri Hayot mahallasida istiqomat qiluvchi Jo'rayevlar oilasidan xabar olindi. Muhtaram yurtboshimiz katta bir tashabbusni ko'tardilar. Juda katta bir xayrli ishlar amalga oshirib kelinyapti. Xususan bizni Navoiy viloyatimizda ham ko'plab mana shunday xayr ehsonlar tashkil qilinyapti va
shu jumladan mana shunday ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar bilan birgalikda iftorlik qilishlik. Ushbu muborak oydagi bu tadbirlarimiz faqatgina iftorliklar bilan cheklanib qolmasdan, balki jarrohlik amaliyoti zarur bo'lgan bemorlarni davolash maqsadida, shu bilan birgalikda kam ta'minlangan oilalarni xonadonlarini qayta ta'mirlash ishlari ham olib borilyapti. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lsinlar. Yurtimiz tinchligi, boyligimiz bo'lam. Sog'lig'imiz, boyligimiz. Bunday xayrli tadbirlar nafaqat ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, balki jamiyatda o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda ehtiyojmand, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan mana shu xonadonlarimizga mehr-muruvvat ulashilyapti. Ularning qalbida ishonch, umid uyg'onyapti. Bugungi iftorlik bo'layotgan xonadonimizga keksa onaxon bor ekanlar. Shunchalik qo'ylarini duoga ochib, hammani duo qildilar. Ramazon oyida tashkil etiladigan iftorlik dasturxonlari yurtimizda inson qadri ulug'lanishi, mehr-oqibat va bag'rikenglik tamoyillari hayotimizning ajralmas qismiga aylanib borayotganligining yaqqol ifodasidir. Toshkent viloyati Zangiota tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlarga borildi. Keksalar holidan xabar olindi. Jumladan, Eski Qal'a mahallasi Shukrona ko'chasida istiqomat qiluvchi birinchi guruh nogironligi bo'lgan hamyurtimizning ko'ngli ko'tarildi. Shu mahallaning Alisher Navoiy ko'chasidagi 92 yoshni qoralagan otaxonning xonadonida bo'lindi. Shuningdek, boquvchisini yo'qotgan, nogiron farzand tarbiya qilayotgan, qandli diabet kasalligi bilan og'rigan yurtdoshlarimizning holidan xabar olindi. Bundan tashqari, uzoq yillar davomida o'qituvchilik qilib nafaqaga chiqqan yolg'iz onaxon bilan muloqot qilindi. Muhtaram yurtboshimizni Ramazoni Sharif oyini ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish to'g'risidagi chiqargan qarorlari, xalqqa tabriklari va mana hozir 3.700.000 aholini qamrab oladigan yordamlar, nogironligi bor bo'lgan xonadonlarning ko'ngildan xabar olinayotganligi, hatto jarrohlik amaliyoti oldida turgan bemorlarimizni ham yurtboshimizni o'zlari zimmalariga olib, shundoq ulug' kunlarda birorta odam yaxshilikdan chetda qolmasin degan so'zlarni aytib, o'zlari namuna bo'lib beryaptilar. Xayriya tadbirda Xo'jamozor mahalla fuqarolar yig'ini Xo'jobod ko'chasida istiqomat qiluvchi, boquvchisini yo'qotgan 2 nafar farzandi qaramog'ida qolgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayol, shuningdek, keksa yolg'iz onaxon bilan suhbat qilindi. Bundan tashqari, salkam 90 yoshni qoralagan Shakargul ona Otakishiyevaning holidan xabar olinib, duolariga qo'l ochildi. Mana bugungi kunda kam ta'minlangan nogiron fuqarolarga ihsonlarni tarqatib yurib biza ularning holidan xabar olib biza ular juda ham xursand bo'lishdi. O'zlarini chin yuraklaridan, qalblaridan minnatdorchilik hislarini bildirdilar. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra, respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokorlari Sirdaryo viloyatidagi Guliston tibbiyot klasterida ham bo'lishib, bemorlar dardiga shifo topishmoqda. Habiba ona Muxtorova suyak kasalliklari sabab yura olmay qolgan edi. Bemorga davlatimiz tomonidan yordam qo'li cho'zildi. Mana shu ro'za oylarida oyog'im operatsiya qildi, operatsiyadan yaxshi chiqdim. Mana hozir yurayapman. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Hammasi bepul shunday o'zlari davolab berdi. Prezidentimiz tomonidan ajratilgan mablag' orqali kam ta'minlangan, imkoniyati bo'lmagan bemorlarda yuqori turdagi jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi va markaz bilan birgalikda shu jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib beramiz. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokorlari Sirdaryo viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ham bo'lishib, bemor bolajonlarning salomatliklarini o'rganishdi. Bu yil tug'ma maymoqligini davolash yangi usuli, pansetik usuli amalga oshiriladi. Buning uchun markaz mutaxassislarimiz respublika darajadagi mutaxassislar bilan birgalikda bu yangi usulni tatbiq etish rejalashtirilgan. Ramazon oyida bemorlarga shifo ulashilmoqda. Shu bolam yaxshi bo'lib ketarmikin deb juda qiynalganman. Ota-ona uchun farzandining salomatligidan-da ortiq baxt bo'lmasa kerak dunyoda. Ishtixonlik Manzura Sirojiddinova bugun bu so'zlarni takror aytishdan charchamaydi. Murg'akkina jigarbandida o'tkazilgan murakkab jarrohlik amaliyoti va farzandini sog'lom hayotga qaytgani onaizor uchun hayotidagi eng unutilmas lahzalardan biri bo'ldi. Bu operatsiyaga juda katta mablag' ketadi. Baribir o'ylanganmiz, qayerdan topamiz, nima qilamiz deb. Xudoga shukr, mana prezidentimizga mingdan ming rahmat. Shu vaqtgacha men ko'z yoshimni hech kimga ko'rsatmasam ham qiynalganman juda ham.
Shu bolam yaxshi bo'lib ketarmikin deb juda qiynalganman. Xudoga shukr, mana prezident chiqib oldi. Prezidentimizni sharoiti bilan hamma narsa, xudoga shukr, mana bo'lmasa qani shuncha mablag' qayerda edi? Bu qanday bir insonparvarlik, prezidentning g'amxo'rligi bu. Bundan juda ham xursandmiz. Darvoqe, muborak Ramazon oyida aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish maqsadida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ajratilgan mablag'lar hisobidan bugun ehtiyojmand oilalarning farzandlarida mazkur markazda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Nabiram yurak tug'ma nuqsoni bilan tug'ilgan edi. Bizlar 4 yil davomida ko'p joylarga olib bordik. Prezidentimiz ro'za Ramazon kunlari bizlarni o'ylab, yosh avlodni o'ylab, shunchalik g'amxo'rlik qilib bizlarga mablag'lar ajratgan ekanlar. Nabiram mana shu yerda yotib operatsiya bo'ldi. Buning uchun men prezidentimizga katta rahmat aytaman. Prezidentimiz hamisha xalqini o'ylaydi. Kecha-yu kunduz jon kuydirib bizlar uchun harakat qiladi. Ota-onalar hamisha u kishini duoyi jonidamiz. Davlatimiz rahbarining bergan topshiriqlari bilan Samarqand viloyatiga tashrif buyurdik. 15 dan ortiq yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Mazkur amaliyotlarning barchasi davlatimiz tomonidan ajratilayotgan mablag'lar hisobiga amalga oshirilyapti. Mazkur ezgu tashabbus doirasida Samarqand viloyatidan ham ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan ehtiyojmand fuqarolar orasidan yuqori texnologik muolajalarga muhtoj bemorlar ro'yxati shakllantirilib, ularning kasallik darajasi, holati va imkoniyatidan kelib chiqqan holda davolanayotganligi Ramazon oyida ehtiyojmand fuqarolarimiz uchun katta imkoniyat bo'lmoqda. Prezident tashabbusi bemorlarni darddan forig' bo'lishiga, ularni sog'lom hayotga qaytishiga, eng muhimi xalqimizni davlatdan rozi bo'lib shukronalik bilan yashashiga xizmat qilmoqda. Yurtdoshlarimizning muborak Ramazon oyi dasturxonini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil etish yaxshi an'anaga aylangan. Shu kunlarda Surxondaryo viloyatining ham barcha shahar va tumanlaridagi 15 ta asosiy oziq-ovqat bozorlari hududida ana shunday savdo nuqtalari faoliyati yo'lga qo'yilib, asosiy turdagi mahsulotlar aholiga maqbul va barqaror narxlarda taklif etilyapti. Xaridorlar qishloq xo'jaligi va birlamchi oziq-ovqat mahsulotlarini bozordagidan ancha arzon xarid qilishyapti. Termiz shahrida faoliyat yuritayotgan markaziy dehqon bozorida yarmarka aholi uchun juda qulay bo'lib, odamlar bilan gavjum. Xalqqa arzon, sifatli mahsulotni yetkazib berish maqsadimiz shu. Angor tumanida ham savdo yarmarkasi tashkil etildi. Unda 25 turga yaqin mahsulotlar arzonlashtirilgan narxlarda sotuvga chiqarilgan. Yarmarkalarga ham qarang, hamma narsa arzon. Olaman degan narsangiz bor. Nima olaman desangiz topasiz. Ramazon oyida mana shu mahsulotlarni iftorlikka, ertalab saharliklarga hamma narsa bor, olamiz. Qiziriq tumani oziq-ovqat dehqon bozorida tashkil etilgan yarmarkada ham go'sht, sut, tuxum, shakar, yog', guruch, sabzavot va turli mevalar, shuningdek un va un mahsulotlari kabi 15 turdan iborat asosiy oziq-ovqat mahsulotlari o'rin olgan. Ularning mahalliy ishlab chiqaruvchilar, fermer xo'jaliklari tomonidan yetkazib berilayotgani narxlarning arzon bo'lishiga xizmat qilmoqda.